10.07 telefon qilaman. Prokuratura nomeri. Agar bilsiz, bodi kamera ishlamayotgan bo'yicha siz ham hujjatingizni anaqa qiling, tanishtirib oling. Hujjatingizni. Siz ham bodi kamera ishlamayotgan bo'yicha xizmat tekshiruvi yopib qoladi. Hozirgi olayotgan zaps ko'radi. Agar zaps olinmayotgan bo'lsa, xizmat tekshiruvi ikkalaringlar ham ketasizlar. Ko'rganim yo'qmi? Men videoga tushirishga keldim. Balki kuyib qolgandir qilishmoq. Yo'q, aka kuyib qolgan bo'lsa almashtirib beradi sizlarga. Nimaga? Aynan almashtirib beradi. Nimaga texnik nozoq holatda chiqyapsiz? Nima deganingiz? Qanaqa texnik nosoz? Bodi kamera qizil yonmayapti. Olmayotgan bo'lsa, balki kuyib qolgandir deyman. Nimaga bagaj ochaman? Tekshirib qolamiz. Tekshirasiz? Oyog'i Qonuniy narsalar yo'qmi? tekshirmaysiz. Tekshirish uchun anaqa yotib qoladi. Ikkita guvoh to'xtatishingiz kerak tekshirish uchun, bilasizmi? Osmotr bor, dasmotr. 298 kirib qoladi. Ko'zdan kechirib qo'yaman. Siz ishtirokingizda. Yo'q, ko'zdan kechirmaysiz. Bagajni ochtirmayman aka. 298 bo'lib qoladi. Tekshirsiz aka, mana aynalarni ochib turibdi. Yashitdan ko'rib oling. Bagajlarni ko'rdim. Yo'q, bagaj ko'rsatmayman sizga. Ikkita guvoh to'xtating. Keyin bagajimni ochtiraman. Hujjatlaringizni bering. Bodi kamera ishlamayapti-yu. Bu sizga beraman, lekin bodi kamera ishlamayapti. Xizmat tekshiruviga jo'nataman aka.